Hörmətli qarindaşlar, Şərq Türkistan Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Amerika Federal Tekşiriş İdarəsi Huawei uskunalarının Amerikanın yadro qural ambiri aloqasini buzib yetadiganligini aniqlab chiqdi. Washingtondagi CNN xabarlarining aytishicha, 2017-yili Xitoy hukumatı 100 million dollar xərcləb, Washingtondagi davlatlik laboratoriyada butxanani o'z ichiga olgan hashamatli Xitoy bog'chisini qurmoqchi bo'ldi. Qaraydigan bo'lsa, bog'cha qurish kelishimi qaltis bir kelishimnomada qiladi. Bu tür yerlik amaldorlarni hayajonlantirdi. Amaldorlar saroy va 70 inglizchasi keladigan Sharqiy Osiyoga xos butxonalarning har yili minglagan sayohatchilarni jalb qilishini umid qildi. Ammo Amerika josuslikqa qarshi turish xodimlari tafsilotlarni aniqlashga boshlaganda nurg'unlagan qizil bayroqlarni bayqadi. Sharqiy Osiyoga xos butxonalar Washingtondagi Amerika Davlat Majlisi binosidan 2 ingliz mili yiroqlikdagi o'xshamagan manbalardan signal uchur to'plashdagi strategik eng egiz nuqtalarning biriga o'rinlashtirilgan. Manbalarga qaraganda, Xitoy amaldorlari Amerika tamojna xodimlarining tekshirishi cheklangan materiallarni diplomatik sumkalarda Amerikaga olib kelib, butxonani sanmoqchi bo'lgan. Federatsiya amaldorlari qurilish boshlanishdan ilgari bu qurilishni jimjit tunjuqtiribdi. Amerika bexatarlik amaldorlarining aytishicha, o'tgan 10 yilda Xitoyning Amerika tuprog'idagi josuslik harakatining shiddat bilan kuchayishining isboti bo'lgan bu bog'chaning qurilishining to'xtatilishi Amerika Federal Tekshirish idorasi va boshqa federal organlarning josuslikqa qarshi turish faoliyatini natijaga erishtirdi. Amerika Federatsiya Tekshirish idorasi bayqagan kishini eng andishiga soladigan ishlarning biri O'rta G'arbiy qismidagi Amerika harbiy bazalariga yaqin joydagi munarning ustidagi Xitoyda ishlangan Huawei uskunalari bo'lib, bu vaqtdagi nurg'ulg'an manbalarga qaraganda, Federatsiya Tekshirish idorasi bu uskunalarning davlatning yadro qurollarini nazorat qiladigan Amerika strategik qo'mondonlik organini o'z ichiga olgan qattiq cheklangan davlat mudofaa ministrligining aloqasini qo'lga keltirish va to'sishga qodir ekanligini belgilagan. Gerçi Amerikaning harbiy aslahalarga yaqin bo'lgan Huawei uskunalariga bo'lgan keng andishalari hammaga ayon bo'lsa-mu, ammo bu tekshirishning mavjudligi va uning natijasi azaldan doklad qilinmadi. Uning kelib chiqishi hech bo'lmagandimi Obama hukumatiga tutishidi. Ochiq-oshkora so'z qilish huquqi bo'lmaganligi uchun ismini oshkorlashni xohlamagan hozirgi va sobiq davlat bexatarlik amaldorlarini o'z ichiga olgan 10 dan ortiq manbalar CNNga buni oshkorladi. İstihbarat jamiyati bu munar bilan munosabatlik har qanday bir sonliq ma'lumotlarning qo'lga tushirilib, Beijingga avatilmaganligini bekitganligi aniq emas. Bu temaga qiziqadigan manbalar texnik jihatda belgilik bir sonliq ma'lumotlarning turg'izilib, chet elga avatilganligini isbotlashning to'liq qiyinligini aytdi. Xitoy hukumati Amerikaga josuslik qilish tirishchiligini qat'iy rad qildi. Huawei CNNga bergan bayonotda uning uskunalarining davlat mudofaa ministrligiga taqsim qilingan har qanday aloqa spektridan mashg'ulot qila oladiganligini rad qildi. Tekshirishga usta bo'lgan nurg'ulg'an manbalar Huawei uskunalarining savdo ko'chma iqimini to'sib qolmay yana harbiylar ishlatadigan qattiq cheklangan havo to'lqinini to'sish va Amerikaning muhim strategik qo'mondonlik aloqasini qalayimqonlashtirish iqtidorining shaksiz borligini, Amerikaning yadro qurol ambiriga kirish ko'zini ochib, Xitoyga yoshirin kuch ato qila oladiganligini aytdi. Federatsiya xabarlashish komiteti kichik telegraf shirkatlarining Huawei va boshqa bir necha marketga Xitoy ishlab chiqargan uskunalarni ishlatishni unumli cheklaydigan qoidani o'ttirib qo'ydi. 2020-yili parlament Amerikaning ko'p qism joylarida Xitoy ishlab chiqargan Huawei va Zhongshin ko'chma texnikasini elitish uchun 1 milliard 900 million dollar tasdiqladi. Ammo 2 yildan keyin bu uskunalarning hech qaysisi elib etilmadi. Yezda telegraf shirkatlari yanada federatsiya qaytarish pulini saqlayotdi. Federatsiya aloqa komiteti Xitoyda ishlangan 24 ming xabarlash uskunasini elitish iltimosini topshirib olgan. Komissiyaning 15-iyuldagi yangilash doklatiga qaraganda, bu shartga qo'shilgan barliq shirkatlarni qaytarishga ehtiyojli puldan 3 milliard dollar eksik. Huawei uskunalari Amerikaning harbiy bazalariga yaqin joyda ko'payishga boshlaganlikdan Federatsiya tekshiruvchilari diqqat qilishga boshlagan. Huawei'ning yezi bozor ta'minlaguvchilarga doim arzon baliq uskunalarni sotayotganligi alohida diqqat qo'zg'adi, ammo uskunalarni harbiy mulkka yaqinlashtirdi. Xitoy Amerika va uning ittifoqdoshlari uchun texnik xatarlik bo'lib qolgan. Los Angeles vaqtining 24-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning yuqori darajalik harbiy amaldori Indoneziyadagi Hindi Tinch okeanga qilgan safarda yakshanba kuni Xitoy armiyasining yaqinqi 5 yilda ko'rinarli g'aljir va xatarlik holatga kelganligini aytdi.
Birleşme Baş ştab başlığı general Mark Milley'nin aytishicha, Xitoy aeroplanlari va paraxodlarining Amerika va boshqa birlashma kuchlarga Tinch okean rayonida to'sqinlik qilish qatim soni ko'rinarli oshgan. Xatarlik munosabat sonimi o'xshash nisbatda ko'paygan. Yaqinda xizmatchilardan Xitoy bilan Amerika va boshqalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirga munosabatlik tafsilotlarni to'plashni talab qilgan Milliy Xitoy armiyasining havo va dengizda bu alayda rayonlarda ko'rinarli tajovuzchiga aylanganlikdan iborat uchurni berdi. Bu rayondagi mavjudligi va ta'sirini kengaytmoqchi bo'layotgan Xitoyga qarshi Amerikaning Tinch okeandagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirish tirishchiligini hassilab kuchaytirish uchun ular bu bayonotni o'ttirg'a qo'ydi. Bayden hökuməti Xitayni özünün ciddi təhdidi və Amerikanın asaslıq uzun müddətlik tunji bexatarlik məsələsi deb qaraydı. Melliyning bu rayonga qilgan safari Xitayning tahdidiga markazlashdi. U bu hafta Hindiston Tinch okean davlat mudofaa boshliqlarining Sidneyda o'tkaziladigan yig'iniga qatnashadi. Yig'inda Xitoyning harbiy taraqqiyotining kunsari kuchayishi, erkin, ochiq va Tinch okean muhim tema bo'ladi. Amerika harbiy amaldorlari yana Beyjingni Tayvanga tajovuz qilish ehtimolligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Amerika harbiy amaldorlari Beyjingning 2027-yilgacha orolda harakat qilishiga tayyor ekanligini aytdi. Amerika qonuni hukumatdan oroldagi barliq tahdidlarni og'ir andisha deb qarashni talab qildi. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerika armiyasi Tayvanni qo'g'damdi yo'q, bu yanada mujmal. Xitoy Tayvan qatorliq masalalarda murosasa qilishga o'rin yo'qligini aytdi. Melliyning Indoneziya ziyorati 2008-yildagi Mali Mollingdan buyangi tunji qatimliq ziyorat. Bayden hukumati Xitoyning orqa o'ylisida texnik kuchlik ittifoqlashlik to'ri barpo qilish va Xitoyning kunsari kuchayotgan ta'siriga taqobil turish harakatining bir qismi sifatida Hindi Tinch okean davlatlari bilan bo'lgan harbiy va bexatarlik munosabatini kengaytirish uchun tadbir qo'llanmoqda. Indoneziya bu rayon uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, uzundan buyon Amerikaning muhim hamrohi. Bu yil boshida Amerika Indoneziyaga 13 milliard 900 million dollarlik ilg'or kurashchi aeroplan setishni tasdiqladi. 12 oyda Jakartada Blinken Amerika bilan Indoneziya o'rtasida birlashma dengiz manevrini kuchaytirish to'g'risida kelishim imzoladi. Xitoy Amerikaning bu rayondagi aloqasini kengaytirish tirishchiligini ayblab, Amerikani Osiyada Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti qurishga urindi deb aybladi. Davlat mudofaa ministri Austin Singapurda qilgan so'zda Xitoyning bu qarashini rad qildi va biz yangi so'g'oq munosabatlar urushi, Osiyo Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti yoki dushmanlar to'piga bo'lingan rayonni izlamaymiz dedi. Avstraliyalik Xitoyga qarshi bir huquqchi faoliyatchi Angliyadagi Xitoy elchixonasining atrofida Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi faoliyat olib berayotganda Xitoy elchixonasi Angliya soxtasiga soxta elektronlik xat orqali bomba tahdidi qilganligini aytgandan keyin Angliyada 7 yil qamoq jazosiga uchraydiganligi uqtirildi. 22 yoshlik Jo Paulo o'tgan payshanba kuni Xitoyning Londondagi bosh elchixonasining sirtida kichik tipdagi Tinch kishilik huquq namoyishi o'tkazdi va Uyg'ur bayrog'ini lapildatdi. Keyin u Angliya soqchilari tarafidan qo'lga olindi. Shundaqla oxirgi 23 soat ichida tutib turilib, telefoni musodir qilindi va advokat bilan ko'rishish talabi rad qilindi. Paulo apandiga Xitoy elchixonasidan bomba bilan tahdid qilganligiga aloqador elektronlik xat avatganligi to'g'risidagi xabarni topshirib olganligi uqtirildi. U bu ayblashni qat'iy rad qilib, o'zining azaldan elektronlik xat avatmaganligini va tuzoqqa tushirilganligini aytdi. U Avstraliya kundalik pochta gazetiga hayotimda yuz bergan eng nachar ish. Men umrimda azaldan bundaq elektronlik xat adresini qo'llanib boqmagan dedi. Soqchilar elektronlik xatning mazmunini uningga uqtirdi. Elektronlik xatda Jo Paulo Xitoy elchixonasiga siz kech soat 12 ga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishingiz kerak. Bo'lmasa men elchixonni bomba bilan portlatman deyilgan. Paulo apandi soqchixonadan qo'yib berildi, ammo ular bu ishni tekshirayotganda uningga chegaradan chiqishga yo'l qo'ymaydiganligi aytildi. Paulo apandi do'stining suiqasd jinoyati bilan tekshirilayotganligini, xotira, kompyuter va telefonining musodir qilinganligini aytdi. U aslida kishilik huquq tashkiloti bo'lgan Erkin Tibet tarafidan Angliyaga elib kelingan. Shunga u Wimbledonda namoyish qila oladi ekan. Paulo apandi yakshanba kuni Angliyadan ayrilishni planlaganligini, ammo bir necha kun ilgari Xitoy elchixonasining sirtida tinch namoyish qilishni qaror qilganligini aytdi. Apsi Vanessa xonim o'g'lidan intayin ansiraydiganligini, o'zining bomba tahdidi avatganligi to'g'risidagi ayblashlarni rad qilganligini aytdi. Agar vatan xatar ichida bo'lsa, hamma narsa vatanni qutqizishga bag'ishlanadi.
Biz irqdoshlarımizning davlatida yoki boshqa davlatda hayot kechirayotgan bo'lsakmi, yanada musofir. Biz xotirjam yashayapmiz deb har qancha ko'nglimizni paypalashga urinsakmi, o'ylanib baqsak biz yanada g'arib. Alloh oldidagi mas'uliyatimizni, o'tashga tegishli majburiyatimizni demagandimi, ko'zga ko'ringan, ko'ngilga ayon mushu oddiy tarbiya har qanday narsadan voz kechib, vatan uchun otilishni talab qiladi. Irqdoshlarımizmi, din qarindoshlarımizmi bizning o'z ona vatanimizda makonlashib yashashimizni xohlaydi. Biz charsiz qolganda rozilik ko'rsatadi, ba'zilari qarshi turadi. Biz yanada yot. Vatan uchun fidokorlik ko'rsatmagan xalq hech bir yerda xo'sh qarshi elinmaydi. Buning sababi o'zimizdagi g'urursizlik, vijdonsizlik, g'ururlikdan iborat. Sharq Turkistondan boshqa davlat bizning ona vatanimiz emas. Xalqi bilan bo'lgan irqdoshligimizdan foydalanib, biz o'zimiz turayotgan davlatni ona vatanimiz deb maydonlarda vaqirsak, bu xushamatchilikdan boshqa narsa emas. Bu xushamatchilikdan bizning qaddimiz ruslanmaydi. Aksicha o'zimizni tushirib olamiz. Mayli qaysi davlatda yashaylik, bizning mas'uliyatimiz, majburiyatimiz vatanimizning mustaqilligi uchun kurash qilishdan iborat bo'lishi kerak. Undaq bo'lmay, Xitoyga bog'lanib, Xitoydan demokratiya, hurlik talab qilsak, davlatchilik huquqiga ega bo'lgan vatan uchun o'lishga tayyor mustaqil davlat xalqi past nazari bilan qarab kuladi xolos. Bizning putqulimizni, fikr qilish huquqimizni erkin dunyoda hech kim bo'g'ib qo'ymadi. Manfaatdan, arzimas huquqdan voz kecholmaslik yoki ro'yimizga o'rnab ketgan qo'rqish bizni vatanning mustaqilligi uchun jon-dil bilan kurash qilishdan tormozlab qo'yadi. Ba'zilar vatanning mustaqilligi uchun sharoit yor bermaydi deyishi mumkin. Bizga hech kim sharoit yaratib bermaydi. Haqiqiy niyatimiz bilan Allohga tavakkul qilib, o'zimiz yo'lga chiqamiz. Zo'raymiz. Bizning irodamiz, bo'shashmay olg'a qarab menishimiz bizni natijaga boshlaydi. Sharoit yor bermaydi deb o'tirish yoki insonlikdan nasibasi yo'q zolim Xitoydan demokratiya talab qilish bizga hech nima ato qilmaydi. Dunyodan yo'qolib ketishga rizolik ko'rsatishdan boshqa narsa emas. Barliq umidlar tugagan, askar yo'q, pul yo'q, dushman har tarafni qo'rshovga olgan ahvol ostida Mustafa Kemal Atatürk armiyanimi qurg'uli bo'ladi. Pulmi tepiladi, g'alaba qozoniladi deb mustaqillik harakatini boshlatib, yoki o'lim yoki mustaqillikni tanlashni xalqning oldiga qo'ydi. Natijada bir necha yil ichida Turkiya Jumhuriyatini e'lon qildi. Ularni muvaffaqiyatga erishtirgan narsa ishonch, iroda, bosh egmas ruhdan boshqa narsa emas edi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.